qaysi bir ayal o'zining uy bulosiga oroza oylarda shunday xizmat qilgan bo'lsa, suvni suvday, chayin chayni, tamoq ashini shunday tayyorlagan bo'lsa deydi. Alloh taolo bu ayal zotiga 8-5 bor deydi, xohlagandan kirganga ruxsat berib qo'yayotganda. Qarab ko'ring, xohlagan eshikdan kiretgan. Mana hozir Alloh hidoyat bersin qiz kelinlarimizga. Qaynana oroza bo'la turgan, qarmay turgan bo'lsa, shuni turib chay nonini berganga jarabaydi. Chay nonini berib qo'yganga jaragan qiz kelinlarimiz bor. Alloh shularga hidoyat bersin. Men oroza tutmayman dedi. Xo'p, sen oroza qarmasang, bu qaynananga, qaynatanga chay nonini tayyorlab bermaysan-ku. Bu boyaga bir aytganda sertilerde tupoy eri şunu turg'izganga jarabaydi-da. Aql parasat jetmaydi shugaç. Bo'lmasa mechitlarga keladi, taravihga keladi, o'shunday bayonlar o'qat tag'in barib olib, eni o'zi ertaman turib balani o'qotadi, kelinni o'qotmaydi-da. Chayga tur deb. Ana bu aql parasat jeta turgan bo'lsa bu balani xotinni turg'izib sen tayyorla desh kerak-ku. Mayli sening uzring bor. Sana oroza qarmasang bo'ladi. Biroq chaydan tayyorlaganga uzr yo'q-da tug'anlar. Je uzr bo'lavi. Uzr bo'lmaydi tug'anlar. Mana shuni aytganga biz erkaklar parasametri jetmaydi-da. Aqlimiz jetmaydi shu narsaga-chi. Ko'pchilik erkaklarimiz. Kelin uxtab jatat. Mana ko'rdingizmi? Voy tug'anlar. Erkaklar aytaylik. Xotinni turg'izaylik. Tamagaşı tayyorla deb aytaylik. Bu o'zi uchun dağı, bu urmatsi uchun dağı cho'ng ne'matqa bu. Orozoyda xizmat qilib qo'yishlik. O'shunday sovuqga bo'ladi deb otpaymi? Ana shundoqdan bu intimoqdan, urmatsidan bir belgisida. Buga ayaldan dağı, erkekdan dağı parasametr ishlash kerak-da. Aql yurgizish kerak-da. Aql yurgizsa biroq aytgandan o'zi yomon deydi, iylagandan ko'zi yomon deydi. Biz aytaveramiz bu narsani-chi. Ambul Alloh hidoyat berib, bunday qilib qolishi Xudoning ishidan. Biz aytamiz oroza tut, namoz o'qi deyveramiz. Biroq Alloh taolo qaysi kuni buni namozga kirib qo'yishi, qaysi kuni oroza qarmab qolishini Alloh taolo o'zi bilayotganda. Elga, jerga, tug'an uqlarga aytaylik, qo'shni qo'lonlarga aytaylik, intimoq bo'laylik, yaxshi bo'laylik, hurmatsizda jiraylik deb shu narsalarni aytaverish kerak-da.